Assalomu alaykum. Meni yoshim 32 da. Hozirda men bitta farzandim bor. Bu farzandim dunyoga keltirguncha menda bepushtlik bo'lgan. Menga polikistoz tashxisi qo'yilgan edi. Oldin ancha joylarda davolandim. Ham bo'qog'imga, ham polikistozimga davolandim. Lekin natija bo'lmagandan keyin menga Umida Kamolxonani tavsiya qilishdi. Umida Kamolxonaga kelganimda men tushkun ahvol dedim. Ko'p lecheniyalar olib natija bo'lmagandan keyin tushkun ahvolda keldim. Umida opam menga to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri maslahatlar berib, gormonlar bilan ishlab, lecheniyalar qilib, hozirda alhamdulillah bitta farzandim bor. Endi ikkinchi farzandimga harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda undan oldinroq harakatni boshlagan edim, lekin Umida opam tavsiyalari bilan oldin san bolani emizib, sutdan chiqarib olgin, ungacha choklaring ham so'rilib turadi deb aytgan edilar. Chunki menda kesarva bo'lgan edi. Ularning tavsiyalari bilan mana hozir farzandimni emizishdan chiqarib, 1 yoshga to'ldirib, endi yana Umida opa bilan birgalikda lecheniyalarni qilyapmiz. Xudo xolasa lecheniyalarimiz yaxshi samara beryapti. Endi yaxshi yengilliklar kutyapmiz.